hali somonni ko'p berib, kepadi bersa qonni osilib ketar. Yana Ermatda. Yog' bosib ketadi. Yog' bosib ketadi. Shu novvos boqadigan akalarga nima tavsiya berasiz? Faqat kunjara jipcha kepay bersa ham bo'laveradi. 20% kepay bersin, aralashtirib. Misol 100 kiloga, 100 kilo kunjaraga qancha kepay qo'shsa bo'ladi? 1 tonna 200 kilo. Ha, 1 tonna kunjaraga 200 kilo kepay. Narmani 60% kepay. Ha. Buni hashaybas. Hashaybas, ha. Bular yoshga to'ldi. To'ldi, ha. 5 kilodan yem yegan. 5 kilo. Kunjara. Bir kunda 5 Kilos kilo. kunjara. Bu kepay meva Bizda unaqa o'yin bo'lmaydi. kepay Bor gapiriladi. Yilmaydi. Kunjara bilan boqma. Boqilgan. Ko'rinib turibdi, qonlari o'zi aqli yetgan biladi-yu mana. Ular mana ertan yegancha yotibdi, qonlari ham bor. Zo'r mana. 35 mingdan xayri bor. 35 milliondan xayri bor, dechi. Mana o'zimizni Qirg'iziston Shved mana. Kunjara. Bu. O'zi urug' ashib angisi chatishgani ham bilinib turibdi. O'zi turishi ham boshqacha turibdi. Tevalari ham to'rtburcha bo'lib qolibdi. Endi buni kelib ko'z bilan ko'rsa yana aralashtiradi. Videoda misol ja yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Oxona qorong'i Ko'zi chuqur. bilan ko'rsa u boshqacha narsalar. Mana qarang, Mana bu. Assalomu alaykum bozor trendini qadrli obunachilari, sizlarga men zo'r atmosfera ko'rsataman. Qarang, novvoslarni Ermatdan baylab qo'yibdi. Qarang, 10 ta. 9 degan bittasini sotib oldi. Xudo xolasa bularni hozir rosa qassob akalarimizga ham taklif beraman. Biqillab qorni osilmagan novvoslar faqat kunjara yegan. Xudo xolasa bular sotiladi. Hozir bir boshdan sizlarga narx-navolarni ham yoshlarini aytib o'tkaman. Ermat tog'a, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Tuzimisiz? Xirmonga baraka. Zo'r qilib boqib qo'yibsiz. Rahmat. Havas qildim. Bizga ham shunaqa novvoslar nasib qilsin. Bittadan lag bosganlarga ham uyda kamida 10 ta bo'lsin, xudo xolasa. Lagda ish ko'p, xudo xolasa. Endi Ermat tog'a bularni xo'p, yaxshilikka sotyapsiz ekan, ilohim. Niyatingizga yeting. Bularni narx-navolarni bitta aytib berasiz endi. Mana shu ola novosimizni yoshini bilasiz. Qancha bo'ldi, qanchadan Ha. Bular yoshga to'ldi. To'ldi, ha. 5 kilodan yem yegan. 5 kilo. Bir kunda 5 Kilos kilo. kunjara. Bu kepay meva Bizda unaqa o'yin bo'lmaydi. kepay Bor gapiriladi. Yilmaydi. Kunjara bilan boqma. Boqilgan. Ko'rinib turibdi, qonlari o'zi aqli yetgan biladi-yu mana. Zo'r. Xolasa davom ettirib boqaveradi, xolasa so'yaveradi, pichoqqa yeraveradi. To'ppa-to'g'ri. Qassob akalarga ham, boquvchi akalarga ham taklif. Narxini necha pul qo'yamiz endi buni? Narxi 37 ming. Kami bor. Xayri bor. Xayri bor, xudo xolasa. Telefon qilishaveradi. Kelishaveramiz, telefon qilaveradi. Bunisi-chi? Bunisi ham yoshiga to'lgan. Yo'q, bunisi endi qolyapti bu. Ha, qoladimi bu? Ha. Ha. Bunga ozgina bor. Keyin sotasiz. Ha, kuzda xudo xolasa. Sahranat qilib qo'ysalar, mana shuni xudo xolasa. Yoshiga endi to'lyapti-da, yosh. Ha, bunisi-chi? Bunisi mana angus chachish. Chatishgan yana. Bu ham rosa biqillabdi. Yana boqsa bo'ladi shekilli buni. tevalari to'rtburcha bo'lib qolibdi. Ana shu yemni beringda men bitta buni bo'ynini kallasini ko'tarib ko'rsatib ber. Mana. Mana. Orqaga yur, orqaga. Mana. Mana. Hash. Mana. Mana. Hididan bo'lyapti mana. Bo'ynini qarang, mana qarang. Oh. Mana yemishlari zo'r, xudo xolasa. Mana, bunisi necha pul narxini aytaylik buni. Mana shu jupi. Jupga ketadimi? Jupiga ketaveradi. Ha. Bular mana ertan yegancha yotibdi, qonlari ham bor. Zo'r mana. 35 mingdan xayri bor. 35 milliondan xayri bor, dechi. Mana o'zimizni Qirg'iziston Shved mana. Kunjara. Bu. O'zi urug' ashib angisi chatishgani ham bilinib turibdi. O'zi turishi ham boshqacha turibdi. Tevalari ham to'rtburcha bo'lib qolibdi. Endi buni kelib ko'z bilan ko'rsa yana aralashtiradi. Videoda misol ja yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Oxona qorong'i Ko'zi chuqur. bilan ko'rsa u boshqacha narsalar. Mana qarang, Mana bu 40 ming kami bor. 40 million kami bor-a buni. O'zi boshqacha Mashina ekan. olganingizga qancha bo'ldi mashinga? 5 oy bo'ldi. 5 oy. Zo'r. Qonlari qarang osilmagan. Haqiqatda kunjarani o'zida boqsa zo'r bo'lar ekan. Ha? Qonni umuman osilmasa ekan. Mana qarang. Yoqsizligi bilinib turibdi. O'zi ushab kelib ko'raveradi ushab. Ha, zo'r. Buni 40 million kami bor, xayrib o'tib beriladi. Bunisi-chi? Bu ham 35 kami bor. 35 million kami bor buni, xudo xolasa. Bu ham sotiladi, oq bosh ham. Tepaga nima qiling? Mana yoqda. Mana, mishka. Ko'rmayapsiz-da bu. Mana.
Mana bo'yini ko'ringlar. Bo'ynini qara buni. Hoji, bo'ynini. Bo'ynini ham bukalmay qolibdi. Sekin. Sog'lom. Mana yemlar bemalol yeyapti. Bunisi ham qoladi. Bunisi qoladi. O'y, qizilga sherik bo'lib qoladi. Ikkovi qoladi. Buni narxini aytmadik ham uni. 40 kami bor buni. Buni ham 40 million kami bor. Xayri bor buni ham. O'tib beradi, telefon qilishaversin bemalol, ha? Oladiganlar qilsin. Realni. Realni sanaydigan oladigan qo'shoblar olsin. Ha, ilon. Mana deb bezovta qilavermasin. Ha, yosh katta odam. endi. To'ppa-to'g'ri. Realni oladiganlar telefon qilsin, novosi orqalaridan ham Tashavering, yoradi bilan. ko'rsatib beringda orqalaridan ham buni sondiqlarini. Mana, ishga. Buni kallasi tepada turibdi. Yeyishlariga javob, xudo xolasi sog'lom. Umuman kasallik ko'rmagan mollar. Chotki. Qarang orqalaridan ham hammaga nasib qilsin. O yem talashyapti undan chekkadek. Chotki xudo xolasi. Bittasida ham qoni yo'q ekan. O'shada qoni yo'q. Hali somonni ko'p berib, kepadi bersa qonni osilib ketar. Yana yermatda. Yog' bosib ketadi. Yog' bosib ketadi. Shu novoz boqadigan akalarga nima tavsiya berasiz? Faqat kunjara jipcha kepay bersa ham bo'laveradi. 20% kepay bersin, aralashtirib. Misol 100 kiloga, 100 kilo kunjaraga qancha kepay qo'shsa bo'ladi? 1 tonna 200 kilo. Ha, 1 tonna kunjaraga 200 kilo kepay. Narmani 60% kepay. Ha. Buni hashaybas. Hashaybas, ha. Biz bizni boqadigan nimamiz shu. Ha. Qoshga ham nima hamma tomonga Zo'r. zo'r. Xudo xolasa qosobaga so'zalaring, so'yib oladigan bo'lsalar, sharmanda qilmaydi, yog'i kam chiqadi. Xudo xolasa so'yagan jarayonni ham o'zimizni qosoblar chiqib qoladigan bo'lsa, videosini qo'yib boramiz. Bittadan like bosib, bizga obuna bo'lishingizni unutmang. 300 kilo novoslardan 8 kilodan oshiq yog' bo'lmagan. Tarozga ham kelishaveramizmi? Kiloga kelishaveramiz. Kiloga nech pul deymiz endi? Jalaqa yopishtirib aytding endi. 68, hech xayri bor. Bitta xayri bor. Ozgina. Zo'r. Ko'p bas. Tarozga tuyoqqa deyladimi? Oyog'i. Oyoqqa deyshadi. Hammasini bitta joyga oladigan bo'lsa, yo'lida qilib berasiz. Yo'lida yana xayri bor. Men buni oshxonadagi akalarga tavsiya qilib qolaman, chunki xalqimiz yeydi. Qassob akalarga ham tavsiya qilamiz. Maza qilib boqadigan bo'lsa, dalshi boqaveradi. So'yiladigan bo'lsa, so'yib, elimizning dasturxoniga shu Ermat taom duo qilib maza qilib. Shundan xursandman. Albatta, yog'siz go'shtlardan olaman deganlar, qassob akalarga, yog'siz go'sht sotaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Novvoslarimiz pastda nomerlar qoldiramiz. Tog'amga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Novvoslarni cho'tkil qilib boqib qo'yibdi. Ko'z tegmadi. Bizga ham nasib qilsin ilohim. Mana shunaqa jaydari shved novvoslar. Qarang, maza qildim men ko'rib o'zi ham. Hid xushi ham eng qizig'i shunda. Shabada zo'r joy ekan. Ventilatorlar qo'yib qo'ygan. Ventilatorlar ishlayapti, zo'r. O'zingiz boqasiz, qiynalmaysiz. Yo'q, hech qiynalish yo'q. Mana Xorijda tog'alar, bir joyga borib zavodga ishlamasdan pensiyaga chiqib, 10 ta novosi baylab uyda divizyon qilsa ham bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ladi. Sog' bo'linglar. Puli ko'payadi, ha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan yiroqlashmanglar, bundan-da chiroyli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Sizlarga ham omadlaring bersin, sog' bo'linglar. Rahmat.